Где там Левандовский? Удар! Гол! Гол! Gol! Zo'r bo'ldi-ku. 2-0! Молодец! Какая разница, что было в прошлом Молодец. сезоне? Важно, что происходит здесь и сейчас. Потрясающий в форме и в кондициях, да просто потрясающий Роберт. Левандовский, отличная подача, привет. Верде, можно направо, хотел я сказать это. Onasi tinchlikmi? Onamni sog'inib ketdim. Ko'rib kelsam maylimi? Voy, mayli. Bir yaxshi tansi taom olib, zo'r bozorlik qilib, birga borib ko'rib kelamiz. Ularni ham yoshligi katta bo'lib qoldi. Seni ham sog'inib, o'tirishgandir, qachon keladi deb. Duolarini olish kerak, onasi, duolarini olib qolish kerak. Baraka toping. Hech ham yo'q demaysiz, qachon so'rasam. Nega yo'q deyman? Har narsani javobi bor onasi. Ertaga qizlarimni bo'y yetib uzatsam, ha deganda kelurmasa, qandoqchi deyman onasi. Bilasan-ku, qizlarimni qanaqa yaxshi ko'rishimni. To'g'ri adasi. Kunni kech qilma, nima qilib o'tiribsan? Bor, bolalarni tayinla. Borib bir o'zim qo'l bola osh qilib beraman hovlida. Xo'p bo'ladi adasi. Ha, bora qol. Alo, assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Sog'inib ketdim-ku. Qachon kelasiz? Bo'ldi, kiyinib tayyor bo'lib tur. Bugun bir o'zim seni hayvonot bog'iga borib kelaman. Xo'p, ure. Oyi. Aqlli bola bo'lgan, to'polon qilmagin, xo'p? Xo'p. Buni yeb yurgin, xo'p? Ana. Siroj, kir uyga bolam endi bo'l. Adang kelmaydilar endi, kir. Yo'q, kutib o'tiraman. Hozir adam kelib qoladilar. Siroj o'g'lim, yur uyga kiramiz. Adangni kutma, ular kelmaydilar. Ularni ham to'g'ri tushun. Ularning boshqa oilasi bor. Men seni o'zim ertaga zo'r joyga olib boraman, xo'p? Yig'lama. Sizdan yaxshi yo'q-ye. Men ham katta odam bo'lsam, bolalarimga yaxshi adib bo'laman. Ota mehrining o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Mana necha pul bo'ldi? 250 ming bo'ldi. Hozir. Shu paytda. Alo. Alo, adajonisi? Ha. Men salonga kelgandim-da, sochim bilan makiyajlarimni qildirganim. Kartamga 600 ming so'm tashlab yubora olasizmi? 600 ming so'm bo'pti. Ha, bo'pti, xo'p. Xo'p. Mama, ikkalasi necha pul bo'ldi? 150 ming. Hozir. Yana kim ekan? Ay, yana nima gap? Alo, adajonisi. Men Imonaga qo'yni oldim-da. 1 million 200 ming so'm tashlab yubora olasizmi kartamga? Voy, namuncha qimmat buning? Sal arzonrog'i yo'qmi? Qizingizga-ku, qizingizdan qizg'anvosmi? Mayli, qizimdan ayamayman. Hozir tashlab yuboraman. Xo'p. Oyijon, Ha, qizim. aldab gunohmi? Ha, gunoh. Bu nimaga adamdan pul so'rab aldayapsiz? Chunki senga ko'p kiyimlar olamiz, kafelarga boramiz, o'shaning uchun. Aldab olgan pulingizga kiyimam gunoh bo'ladi. Qushlar ichimdan dushimdan Halol yashamoq ibodatdir, farzandga ibrat. Kelin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, kelin, yaxshimisiz? Nima qilyapsiz bu yerda? Xabaringiz bormi yo'qmi bilmadim.
o'rtog'ingiz bolalar bilan mani tashlab boshqaga uylanib ketdilar. Majbur shu yerda ishlab yuribman. Bolalarni boqish kerak. Alimentga berganimga ancha bo'ldi. Hali bir so'm ham to'laganlari yo'q. Bundan meni xabarim yo'q ekan. Hozir. Kelinglar qani mana. Rahmat, hurmat qilib kelganingizga. Bir sizlarni bugun mehmon qilaylik deb chaqiruvdim. Bir gaplashib o'tdi. Diydorga nima yetsin, diydorga. Qanaqasan o'zing, Abduqodir, yaxshimisan? Ishlayaptimi? Chet eldan mashina olib kelib sotyapman. Hozir mashinaga talab kuchli bo'lyapti. Uchastka qurib sotyapman, sherikda bor edi. Malades. Yaxshi, Xudoga shukr. Yomon emas. Besh puldan bo'pti endi, Abduqodir. Yo'q, unaqa gap yo'q. Bugun o'tirish menda. Boyvachcha, bor gapni. Kelganingdan beri hech kimga gap bermaysan. Borib bolalaringni mehmon qilgin. Boya ayolingni ko'ruvdim. Ko'cha supurib yurgan ekan. Bu kuningdan o'lgani yaxshi emasmi? Sen to'lagan pulga ovqat yemayman men. Tomog'imdan o'tmaydi bolalaringni haqqi. O'zim to'layman. Pullaring. Oyijon, xolam telefon qilyaptilar. Alo. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisan? Rahmat. Qachongacha shunaqa yashamoqchisan? Ahvolingni qara. Men senga necha marta aytdim, ajrash bu ering bo'lmaydi deb. Pochoyni bilasan. Og'zimdan chiqqanini hammasini muhayyo qiladilar. Voy opa, ovqat tayyorlayotgan edim. Keyin gaplashamiz. Oling adasi. Ne? O'zing qani? Mani qornim to'q edi, buni sizga olib qo'ygan edim. Adasi. Hozir endi sal ishlaringiz yurishmay turibdi. Lekin siz o'ylab siqilavermang, xo'p? Kasal bo'lib qolasiz. Yoshligimda buvim aytardilar. Avval baxtli bo'l, keyin taxtli bo'lasan deb. Men siz bilan juda ham baxtliman adasi. Yuring ovqatlanamiz. Ya Alloh. Menga tushunadigan juft halol ato etganing uchun o'zingga shukr.